Assalomu alaykum. Huquq va huquq mavzusidan boshladik. Demak, navbatdagi darslarimiz davom etadi. Bizni kuzatishda davom eting. Demak, 21 deyapti. Huquq ABni. Huquq AB 21. B'si 28. Xo'p, A plus B plusi nechaga teng deyapti. Demak, huquq AB 21 ekan. Huquq yana huquq xo'p B'si 28. 28. Bu holda 21 deganimiz bu 3 karra 7. 28 4 karra 7. Rad qilamiz. Ikkalasida ham B bor. Ya'ni bu B'lar bir xil sonlar. Bu yerda ham 7lar bor. Demak, o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, B'miz 7 ekan. Birinchi qatordan demak A ni 3 ga tengligi va ikkinchi qatordan B ni 4 ga tengligi ham kelib chiqdi. Bu holda uchinchi qatorda S bor edi. B'dan tashqari S ni 4 ga tengligi kelib chiqdi. Demak, bularning yig'indisi A plus B plus C 3, 7, 4 teng 14. To'g'ri javob A varianti ekan. Xo'p, navbatdagi test. E kubi 2x minus 1 va 3x plus 2 1 ga teng bo'lsa, 2x minus 1 va x plus 3 nikini toping deyapti. Bu yerda mana bu ikkalasi bir xil. 2x minus 1lar bir xil. Endi mana bu ikkalasini solishtirib ko'ramiz. 3x plus 2 va 3x plus 2 va x plus 3. Bularni umumiy qandaydir ko'paytuvchisi bormi? Ya'ni bularni bir qandaydir hadi bormi yoki qandaydir ko'paytuvchilarga ajralganda bir-biriga bo'linadimi degan savol, qisqaradimi degan savol bor. Masalan, 3x plus 2 va x plus 3. Buni qisqartira olmaymiz, mana shu turishda qoladi. Bundan bu ikkalasi o'zaro to'pligi kelib chiqadi va mana bu e kub ham 1 ga tenglik kelib chiqadi. To'g'ri javob bizda, demak, xo'p, ikkinchi testimizning javobi A variantda bu ham. Keyingi 3-test. A va B ketma-ket keluvchi ikkita musbat butun son ketma-ket deyapti. Ketma-ket sonlar uchun e kub A B'si ko'paytmasi bo'ladi A va B'ni. E kubi esa hamisha 1 ga teng. Ya'ni ketma-ket kelgan ikkita sonlar o'zaro to'p bo'lar ekan. Xo'p, endi e kub A B'ni o'rniga A ko'paytirish B ni qo'yamiz. Demak, e kubizni o'rniga 1 ni qo'ysak, teng 182 deb olsak, A ko'paytirish B teng 182. Xo'p, bu A va B ketma-ket sonlar ekan. Xo'p, buni belgilash orqali kvadrat teng nima qilib ham yechsa bo'ladi yoki oddiy 182 ni tub ko'paytuvchilarga ajratib ham topsak bo'ladi. Demak, 2 ga bo'lsak 91, 91 ni 7 ga bo'lsak 13 chiqadi. 13. Demak, 2 karra 7 14, 14 va 13 ekan ketma-ket sonlarimiz o'z-o'zidan. Xo'p, ko'paytmasi 182. Demak, A ni 13 desam, katta A da edi. Xo'p, A ni 13 desam, B 14 bo'ladi. Mendan so'rayapti A plus B ni. Ya'ni A plus B teng 13 plus 14. Bu ham 27 ga teng. To'g'ri javob menda B variantida ekan. 4-test. X va Y o'zaro tub ikkita natural son o'zaro tub ekan bular. Ya'ni e kubi 1 ga teng x, y. Xo'p, e kub x, y va e kub x, y ning yig'indisi 111 ga teng bo'lsa, x plus y yig'indisining olishi mumkin bo'lgan eng katta qiymati nechaga teng deyapti. Demak, e kubi 1 ga teng bo'lsa, buni e kubi nima bo'ladi? Ikkalasini ko'paytmasi bo'ladi. Demak, 1 plus x, y teng 111 ekan. Bundan xo'p, x, y'imiz 110 ga tenglik kelib chiqadi. Xo'p, endi x plus y ni eng katta qiymatini so'rayapti. Eng katta bo'lsa, e'tibor qilamiz. Eng kattasini so'rasa, maksimal bir-biridan uzoqroq qilib olish kerak. Uzoqroq, ya'ni. Uzoqroq bo'lganda qanday? Masalan, x ko'paytirish y ni
X maksimal eng kichik bo'lsa, Y maksimal eng katta bo'lishi kerak. Mana shunday. Bittasini eng katta, bittasini eng kichik qilib olamiz. X ni masalan 1 desak, Y'imiz 110 chiqadi. Bu holatda demak, xo'p, X plus Y'imiz 1 plus 110 teng 111 degan javob chiqar ekan. To'g'ri javob B varianti. Xo'p, 5. X, Y, Z ikki xonali natural sonlar. E kub X, Y 5, E kub Y, Z 6 bo'lsa, X plus Y plus Z yig'indisining eng kichik qiymatini toping deyapti. Demak, diqqat qilamiz, ikki xonali natural sonlar. Xo'p, E kub X, Y 5 deyapti. Va yana E kub Y, Z 6 deyapti. Bu yerda 5 va 6 ga E kub bo'la oladigan mana y'lar bor. Y'lar bor. U holda y nimaga teng bo'ladi? Y 5 va 6 ni E kubi bo'ladi. Ya'ni bu 5 ga ham 6 ga ham bo'linadigan eng kichik son. Biz eng kichik qiymatini olyapmiz. Eng kichigini olamiz. Shuning uchun E kubni, ya'ni 5 bilan 6 ni E kubi bular ketma-ket bo'lgancha o'zaro o'tib, E kubi esa 5 karra 6 bo'ladi. Ya'ni 30. Y 30 ekan. Xo'p, Y 30 bo'lsa, X ga nimani olamiz? B, X va 30 niki 5 chiqishi kerak. Xo'p, bu yerda X ham, Y ham, Z ham ikki xonali natural son ekanini bilamiz. Demak, ikki xonalidan olsak. Xo'p, 10, 15, 20, 25. Hokazo. Xo'p, X o'rniga 10 ni olsam, E kubi 10 ga teng bo'lib qoladi. Bo'lmaydi. 15 ni olsam 15 ga teng bo'lib qoladi. 20 ni olsam yana 10 ga, 5 ni olsam, 25 ni olsam 5 ga teng bo'ladi. Demak, X ni eng bizga kerakli qiymati 25. Y niki esa, xo'p, demak, Y uchun E kubisi, demak, Y deb mavzu Y ni topdik-ku, Z uchun. Z. Z uchun 30 va Z niki nima bo'ladi? 30 va Z niki, demak, bu 6 bo'lyapti. Endi Z ni ikki xonali qilsak, Z olish mumkin 12 ni, 18 ni va hokazo. 12 ni olsak o'zi yetarli. Ya'ni 30 bilan 12 niki 6 chiqadi E kubi. Xo'p, X 25 bo'ldi, Z 12, Y 30. Bularning yig'indisini topamiz endi. Xo'p, X plus Y plus Z 30 plus 12 plus 25 desak, xo'p, 42, 42, 25, 67 degan javob chiqar ekan. To'g'ri javob. Demak, C varianti. 6-test. A va B o'zaro to'p musbat butun sonlar ekan. Demak, o'zaro to'p musbat butun sonlar. Xo'p, o'zaro to'p bo'lsa, E kubi x y ga 1 ga, uzr, x y emas, bu yerda AB. Demak, E kub AB 1 ga, E kub AB A karra B ga teng. Xo'p, mana bu ifodadan foydalansak, mana bunga B dan, mana bunga 1 dan bersam, AB plus 12 taqsim B teng 27 ekan. Xo'p, endi E kub AB ni 150 ga tengligi berilgan. Ya'ni A karra B E kub AB'miz. A karra B 150. Bu yerda ham AB ni o'rniga 150 ni qo'ysam, 162 bo'ladi. 12 ni qo'shsak, taqsim B teng 27. B ni topish uchun 162 ni 27 ga bo'laman. 27 ga. U holda B'miz 6 ga teng bo'ladi. B 6 bo'lsa, A ni topish uchun, demak, 150 bu yer uzib. A ni topish uchun 150 ni bo'laman 6 ga. A 25. Bizdan nimani so'radi? A plus B ni. Demak, A plus B 25 plus 6 teng 31 ekan. 31 bo'lsa, bu testning javobi A varianti. Navbatdagi test. 7. A taqsim B teng 3 taqsim 4. Xo'p, E kub AB plus E kub AB 78 bo'lsa, A plus B ni so'rayapti bunda ham. Demak, A taqsim B teng 3 taqsim 4 bo'lsa, demak, mana bunday qisqarib, mana shuni hosil bo'lyapti. U holda A ni biz 3K deb, B ni 4K deb olishimiz mumkin. Xo'p, E kub 3K va 4K plus E kub
3k va 4k teng 78. Xo'p, e kubi buni k bo'ladi. E kubi esa e kubi 3 karra 4 va k bo'ladi. Ya'ni 12k teng 78. Buni 13k teng 78. K ni topsak 6. K 6 bo'lsa A 3 karra 6 18. B'miz 4 karra 6 24. A plus B B'ni o'zi demak 18 plus 24 teng 42 bo'lar ekan. To'g'ri javob esa C varianti. 8. A va B bir-biridan farqli natural sonlar. E kuk A bu 36 bo'lsa, A plus B yig'intisining olishi mumkin bo'lgan eng katta va eng kichik qiymatlari yig'intisini so'rayapti. Xo'p, E kuk AB 36 ekan. E kuk AB 36. U holda biz quyidagicha olishimiz mumkin. E kuk AB qachon 36 bo'ladi? Masalan, 1 va 36 bo'lganda, xo'p, 2 bilan 36 bo'lganda, 3 bilan 36 bo'lganda va hokazo 3 bilan 12 bo'lsa bo'lmaydi, 18 bo'lsa ham bo'lmaydi, 3 bilan 36 bo'ladi faqat. Xo'p, endi 4 bilan masalan 9 desak bo'ladi. Yana nima? Hokazo 18 bilan 36 desak bo'ladi. Xo'p, eng katta va eng kichigini so'rayapti. Mana bundan masalan 1 plus 36 37 ga teng. 2 plus 36 37 demak 2 plus 36 38 ga teng. Va hokazo 3 plus 36 39 ga, 4 plus 9 13 ga teng. Va hokazo 18 plus 36 miz demak 54 ga teng. Bularning ichidan eng kichigini topamiz va eng kattasini topamiz. Xo'p, eng kichigi demak bizda 13 bo'ladi, eng kattasi 54 ekan. Xo'p, endi 13 bo'lsa, ya'ni A bilan B bular. A bilan B deb olsak, A plus B 13 bo'lishi mumkin ekan. Eng kichigi minimumda, maksimumda esa A plus B'miz 54 chiqar ekan. U holda minimum va maksimum qiymatlari yig'intisini so'rayapti. Bu 67 ga teng. 67 bo'lsa, bu testning javobi D varianti. 9. X va Y o'zaro to'p sonlar. Demak, E kubi 1 ga teng. O'zaro to'p degani E kubi 1 ga teng, E kubi ularni ko'paytmasiga teng. Mana shu kabi olib ketilsa, oddiy xossadan foydalanib, bizdan so'ralayotgan narsa juda oson chiqadi. Endi bu ifodani soddalashtirsak, xo'p, bunga demak y dan beraman, bunga 1 dan, u holda x y plus 5 taqsim y teng 17 ekan. E kubi 80, ya'ni x y teng 80 xossa bo'yicha. U holda bu yerga 80 ni qo'ysak, 85 taqsim y teng 17. Bundan y ni 5 ga tenglik kelib chiqadi. Xo'p, y 5 bo'lsa, x ni topish uchun shu tenglikni o'zi yetarli. 5 y teng 80 bo'lib qoladi. Y 17. U holda 17 x ni topamiz. Y ni topgan edik. Mana bu yer x bo'ladi demak. 5x teng 80, x teng 17. U holda x plus y'imiz 17 plus 5 bo'ldi, teng demak, xo'p, 22 bo'lar ekan. 22. To'g'ri javobimiz esa bizda, xo'p, demak mana bu joyi 22 deb olamiz. 21 emas, 22 bo'lishi kerak. Kalitda menimcha xatolik ketgan, terishda. To'g'ri javob B. Xo'p, demak, navbatdagi test bizda, xo'p, 17 emas, uzr. To'g'ri, kalit to'g'ri ekan. Biz ozgina xatolikka yo'l qo'yganmiz. Demak, bu yer 17 emas, 16 chiqadi 85 ni. 80 ni 5 ga bo'lyapmiz u 16. Bu yer 16 bo'lsa, mana bu joyi 21. Bu joyi 21. Xo'p, demak, davom etamiz. To'g'ri javobimiz B bo'ldi.
Xo'p, keyingi 10-test m va n musbat butun sonlar uchun e kub 2m plus 5 3n minus 10 5 ga teng bo'lsa, mana bu nisbatdan foydalanib m plus n ni toping deyapti. Xo'p, demak biz shu nisbatdan foydalanishimiz kerak. U holda e kub 5 ga teng deyapti. 7 va 4 nisbat. Xo'p, 2m plus 5 taqsim 3n minus 10 teng, demak e kubi 5 ga tengligidan buni 7 karra 5 4 karra 5 desak ham bo'ladi. U holda 2m plus 5 35 ga teng deb 3n minus 10 20 ga teng deb olsak, bundan n 10 ga tengligi va m ni 15 ga tengligi kelib chiqadi. M plus n esa 15 plus 10 teng 25. Ya'ni nima bo'ldi bu yerda? To'g'ri javobni belgilaylik. Demak, b. Xo'p, e kubdan foydalanib ketdik. E kubi berilgan ikkita kub xatni e kubi va nisbati berilganda bizda. Shundan foydalansak, mana bu qisqarib 7 taqsim 4 bo'lar ekan. Qisqarish uchun bu 5 ga bo'linishi kerak ikkalasi ham. Chunki e kubi 5, eng kattasi 5 e kubi. Maksimal qisqargan. Maksimal qisqartirish uchun 5 ga bo'lyapmiz. Demak, haqiqiy qiymati bu 5 ga ko'paytirganda chiqadi har bittasi. U holda 5 ga ko'paytirsak m 15 n 10 m plus n 25. 11-test. A va B musbat butun sonlar ekan. A taqsim B 0,27 e kubi 5 ga teng bo'lsa, A plus B ni so'rayapti. Xo'p, A taqsim B. Buni qisqartirib olishimiz kerak. Maksimal, demak, davriy kasrdan qutqarsak 27 taqsim 99. Bu 9 ga bo'linsa 3 taqsim 11. Demak, A ni 3k, B ni 11k desam, xo'p, e kubi k ga teng bo'lib qoladi. Bundan A ni 5 ga tengligi kelib chiqadi. K 5 bo'lsa, A plus B miz, demak 14k bo'ladi. Qo'shsak mana bularni, bu holda 14 karra 5 teng, bu demak 60 bo'lar ekan. 60 bo'lsa to'g'ri javob, uzr, 60 emas, 70. 70 bo'lsa, ya'ni 70 to'g'ri javobimiz A varianti ekan. Xo'p, 12. M va N ketma-ket keluvchi ikkita natural son. Ketma-ket keluvchi ikkita natural son. U holda ketma-ket kelgani uchun e kubi M va N niki ikkalasini ko'paytmasi bo'ladi. E kubi 1 ga teng. E kubi 1 ga teng. M va N niki. Xo'p, demak, o'rniga qo'ysam mana bu tenglikdan xo'p, mn plus 1 teng 157. mn teng 156. Endi m minus 2 va n plus 2 sonlarning e kubining eng kichik qiymati nechaga teng? Mana buni eng kichigini topamiz demak, m va n. Bu bir-biriga yaqin sonlar bo'ladi. Xo'p, bir-biriga yaqin bo'lsa, m va n nima bo'lishi mumkin? Demak, 156 ni 2 ga bo'lsam, tub ko'paytuvchilarga ajrab topaman buni. Xo'p, menda demak 78. 2 ga bo'lsam 39. 2 ga bo'lsam 2 ga emas, endi 39 ni xo'p 3 ga bo'laman. 3 ga bo'lsam 13, 13 ga bo'lsam xo'p 1. Demak, bu uchalasini ko'paytsam 12 chiqar ekan. Demak, 12 va 13 eng kichik qiymatlari bo'lish uchun m ni 12, xo'p n ni 13 deb olsam, yoki bunga 2 ayrilyapti, bunga 2 qo'shilyapti. Keling, m ni 13 deb olay. M ni 13 deb olay. N ni 12 deb olaydi. Xo'p, 2 ni ayirsam, m minus 2 nima bo'ladi? 11 bo'ladi. N plus 2 nima bo'ladi? 10 bo'ladi. Bu holatda e kubga nimaga teng bo'lib ketadi? E kubga ketma-ket sonlar bo'ladi. 11, 10, 110 bo'ladi. Endi ikkinchi holat. M ni 12 desam, N ni 13 deb olsam.
Bu holatda n minus 2 10 bo'ladi. N plus 2 15 bo'ladi. 15 bilan 10 ni ekuk esa, demak, menda nimaga 30 ga teng bo'lib qoladi. 30 110 dan kichkina bo'lgani uchun 30 ni olib ketamiz. To'g'ri javob esa A varianti. Xo'p, ya'ni ikkala holatni ham tekshirib ko'rishimiz kerak ekan. 13. M va N o'zaro tupsollar. Ekuk Mn teng 30, ya'ni M karra N 30 bo'lsa, xo'p, mana bu tenglikdan foydalanib N ni topishimiz kerak. Xo'p, M mana bunga N dan bersam, Mn plus 12 taqsim N teng 14. Mn o'rniga 30 ni qo'yaman. 30 ga 12 ni qo'shsam 42 suratda, mahrajda N teng 14. Bundan N ni 3 ga tengligi kelib chiqadi, ya'ni 42 ni 3 ga bo'lsak 14 chiqar ekan. Xo'p, to'g'ri javob esa B varianti. 14-test. X, Y o'zaro tupsollar. X, Y plus 1 teng X plus 72 bo'lsa, ekuk X, Y nechaga teng deyapti. Qavslarni ochsam, X, Y plus X teng X plus 72. Ikkala tomonda ham X bo'lgani uchun bular qisqarib ketadi. U holda nima bo'ldi? X, Y'im teng bo'ldi 72 ga. Xo'p, mendan nimani so'radi? Mendan ekukni so'rayapti. Xo'p, ekuk nimaga teng? Xo'p, ekuk X, Y nechaga teng deyapti. Xo'sh, demak, ekuk X, Y o'zaro tup bo'lsa, bu ularni ko'paytmasi bo'ladi. X ko'paytirish Y. X ko'paytirish Y esa 72. Javobimiz 72, demak bu B varianti. 15. X, Y o'zaro tup ikkita musbat son o'zaro tup ekan bu, ya'ni e kubi 1 ga teng. E kubi 1 ga teng. Xo'p, mayli, keyin yozamiz. Shartni o'qib olaylik. E kub X, Y plus E kub X, Y 57 bo'lsa, X plus Y ning eng kichik qiymatini toping deyapti. Xo'p, o'zaro tup bo'lsa, demak, E kubi X, Y mana bu 1 bo'ladi. E kubi ya'ni X, Y plus 1 teng 57. X, Y teng 56. X demak, bir-biriga maksimal yaqin bo'lishi kerak. Eng kichik bo'lish uchun yaqinroq. Eng katta bo'lish uchun uzoqroqda. Eng kichik bo'lish uchun yaqinroq bo'lishi kerak. Xo'p, demak, X 8, Y teng 7 deb olar ekanmiz. Bir-biriga yaqin. U holda X plus Y teng 15 bo'ladi. 15 bo'lsa, to'g'ri javob C varianti ekan. 16. X, Y, Z musbat butun sonlar uchun mana bu ikkita tenglik o'rinli bo'lsa, X plus Y yig'indisining eng kichik qiymatini topishimiz kerak. Xo'p, Z ni bu tomonga o'tkazsak, X Z'imiz 126. Z ni yana bu tomonga o'tkazsak, Y Z'imiz 162. Xo'p, endi nima qilamiz? Demak, ikkalasini ko'paytmasini topdik o'zaro. Xo'p, demak, Z ni topishimiz uchun bu yerda Z 126 ga ham 162 ga ham bo'linar ekan. 126 va 162 ni, demak, eng kichik bo'lish uchun Z eng katta bo'lishi kerak. Xo'p, Z ni eng kichik umumiy karralisi, ya'ni 126 va 162 ning eng kichik umumiy karralisi bu Z ga teng bo'ladi. Xo'p, bundan topsak, demak, eng kichik umumiy karralisini 126 ni bo'lamiz 2 ga 43, 43 tupson. Demak, bu yerda 2 bor. Bu ham 2 ga bo'linadi. Z teng 2ligi, demak, tezlik bilan topilar ekan. Xo'p, Z ni topdik. 2 ga bo'lsak 43 emas, uzr. 4 ga bo'lsak 2 ga bo'lsak 2 ga bo'lsak, xo'p, 63 bo'ladi. 43 emas, 3 ga bo'lamiz 21, 3 ga bo'lamiz 7. Xo'p, 162 ni 2 ga bo'lamiz 81, 3 ga bo'lamiz 27, yana 3 ga. Xo'p, demak, 9, 3, 3, 3, 1. Ikkalasida ham bor 2, 3, 3, ya'ni Z 18 ekan. Mana bu uchtasini ko'paytmasi. Z 18 bo'lsa, X ni topish uchun 126 ni 18 ga bo'lamiz.
Demak, 126 ni 18 ga bo'lsak, bizda 7 degan javob chiqadi. Y ni topish uchun 162 ni bo'lamiz 18 ga. U holda 9 degan javob chiqadi. Demak, x 7, y 9. Xo'p, ikkalasini qo'shsak 16. 9 ga 7. To'g'ri javob esa D varianti. Xo'p, 17. X va y musbat butun sonlar uchun mana bu tenglik bo'lsa, e kub x y plus 40 bo'lsa, e kub x y ni so'rayapti. Xuddi boyagidek endi sonlar teskari berilgan, ya'ni nisbatni aniqlab olishimiz kerak. Xo'p, nisbatni qanday aniqlaymiz? Nisbatni proporsiya qilamiz dastlab. 7x bo'ladi, uzr. Proporsiyadan 7x teng 4y. Y ni bu tomonga, 7 ni bu tomonga o'tkazsam, x taqsim y teng. Demak, nima bo'ladi? 4 taqsim 7. X ni 4 ga desam, y ni 7 ga deb olaman. Bu holda ekuki nimaga teng? Buni ekuki, mana bularni ekuki, ya'ni 28 k kvadrat teng 140 bo'lyapti. Bundan k kvadrat teng 4 bo'ladi. K kvadrat teng 4 emas, uzr. K kvadrat nimaga teng? Ikkalasini ham 14 ga bo'lsam, 2 mana bu 10. K kvadrat 5 ga teng ekan. Xo'sh, k kvadrat 5 ga teng bo'lib qoldi. 5 dan ziz chiqmayapti. Xo'p, demak. K kvadrat deb olmaymiz, uzr. K ni o'zini olamiz. K 5 chiqadi. Ya'ni ikkalasida ham bor, bittasini olsak yetarli. Men ikkalasini ham ko'paytirib yozyapman. Demak, 28. 28 kamiz 140 bo'lishi kerak. Bundan k 5 chiqadi. Xo'p, k teng 5 bo'lsa, x'imiz 20, y'imiz bo'ldi. K ni o'zi bu yerda e kub bo'lib qolyapti. Bizdan e kubni so'rayapti. K ni o'zi e kub, ya'ni buni e kubi k ga teng. Bu holda e kubi 5 ga teng. To'g'ri javob C. 18. X, y o'zaro ikkita natural son. O'zaro tub ikkita natural son. E kub x, y 78 va mana bu tenglik o'rnli bo'lsa, ya'ni 24 taqsim x plus y teng 17. Bundan x dan bersam, bu yerda x, y teng 78, xuddi yuqoridagi masala kabi. 24 plus x, y taqsim x teng 17. Xo'p, bundan 24 ga 78 ni qo'shsak, demak 112 bo'ladimi? Xo'p, 102. 102 taqsim x teng 17. Buna y teng 6 bo'ladi. X teng 6 bo'ladi, uzr. X teng 6, y teng demak 78 ni 6 ga bo'lsak 13 bo'ladi. X teng 6, y teng 13. X nechaga teng? X 6 ga teng. To'g'ri javob X 6 ga teng bo'lsa javobdir. Navbatdagi test. X, y natural sonlar uchun mana bu tenglik o'rnli bo'lsa, e kub va e kub yig'indisi ham 123 ligi berilgan bo'lsa, x plus y ni so'rayapti. Xo'p, x plus 2 taqsim y plus 3 nisbati 5 taqsim 8 ga teng. 5 taqsim 8 ga teng. Xo'p, diqqat qilamiz. 5 taqsim 8 bo'lsa, xo'p, buni 5 ga, mana buni 8 ga deb olishim mumkin. Mana buni 5 ga, mana buni 8 ga desam. Bu narsalarni tenglashtirsam, ya'ni. U holda e kubi x plus 2 ni o'rniga 5 ga, y plus 3 ni o'rniga 8 ga desam. E kubi k ga teng bo'ladi. K ni o'ziga. E kuk esa, e kuk. Xo'p, 5 k 8 k. Bu 5 kara 8 40 k ga teng bo'ladi. Bularning yig'indisi 123, ya'ni 41 k bo'ladi. Ikkalasini qo'shsam, bu ikkalasini 41 k teng 123 bo'lsa, k teng 3 bo'ladi. K 3 bo'lsa, endi x ni topish uchun x plus y'imiz 5 k edi, ya'ni 5 kara 3 15. X plus 2, uzr, y deyapman. X plus 2 5 k ga, ya'ni 15 ga teng.
X 13 ga teng. Y plus 3 8 ga, ya'ni 24. Y 21. U holda X plus Y'imiz 34 ga teng bo'larkan. 34 bo'lsa to'g'ri javob A variantda. 20-test. Demak, hop, e kub x plus 10 5x minus 20 teng x deyapti. Ya'ni x plus 10 va 5x minus 20 ni e kubi x ga teng. E kubga esa x plus 10 bilan 5x minus 20 niki 5x plus 10 ga teng deyapti. Bu holda demak x ni so'rayapti bizdan. Xo'p, x ni topish uchun nima qilamiz? Demak, xo'p, e kubni e kubga ko'paytirsak, mana shunday qossa bor edi. Ya'ni ikkita sonni a, b sonni e kubini e kubiga ko'paytirsak, bu ikkita sonni ko'paytmasi kelib chiqadi. Xuddi shu qossani mana bu ikkalasi uchun qo'llasak, nima bo'ladi? X plus 10 ni 5x minus 20 ga ko'paytmasi x bilan 5x plus 10 ga teng. 5x plus demak 10, 5x plus 10 uni ham x ga ko'paytmasiga teng. Xo'p, buni demak soddalashtirib chiqsak, x bilan 5x ko'paytirilsa 5x kvadrat, x bilan minus 20x va plus 50x. U holda ikkalasi birlashib plus 30x bo'ladi. Plus 10 minus 20 minus 200 bo'ladi ko'paytsak. Teng 5x kvadrat, o'ng tomondagi qavsni ochsak plus 10x. U holda 5x kvadratlar qisqarib 30x minus 200 teng 10x bo'ldi. 10x ni bu tomonga o'tkazsak 20x teng 200. Bu holda x imiz teng bo'ladi nimaga? 10 ga. X 10 ekan, to'g'ri javob C varianti. 21. Xo'p, e kub a bu 18, b esa 24 bo'lsa, a plus b plus c ning eng kichik qiymati nechaga teng deyapti. Xo'p, a b e kubga a b 18. E kubga b esa 24. 18 deganimiz 9 karra 2, bu esa ikkalasida ham b bor, demak 2 bo'ladimi shunda? Ikkalasida ham 9 bo'lmaydi, chunki 9 ni hech qaysi songa ko'paytsak ham 24 chiqmaydi. Ya'ni bir butun songa ko'paytsak, xo'p, u holda b imiz 2 bo'ladi, c imiz 12 bo'lar ekan. Demak, a2 a9 bo'ldi, uzr. a9 b2 c12 bilan yig'indisi nima bo'ladi? E kub, uzr, e kub 12 bilan 2 niki 12 bo'lib qoladi. 2 bilan 24 bo'ladi mana bu joy. 24. 9 bilan 2 niki to'g'ri 18 chiqadi. 2 bilan 24 niki 24 chiqadi. A9 B2 C24 bo'ladi. Bularning yig'indisi endi 11 plus 24 bo'lib 35 ga teng bo'ladimi? 35 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, A ni 9 desak, ha bo'ldi. A ni 9 desak, mana buni kichikroq son olsak bo'lmaydimi? Demak, 35 katta bo'lib ketyapti. 35 katta bo'lyapti. Buni 2 desam, buni 3 desam ham bo'lar ekan. 2 emas, 3 deydi shuni. 6 karra 3 deb oling. 6 karra 3 bu shunda 3 karra 8 bo'ladi. 3 karra 8. 6 karra 3 bu 3 karra 8. 3 lar bir xil. B3 A6 C8. Bularning yig'indisi 9 8 17. 17 bo'lsa bu 14 17 bo'lib qoldi. Hop, A ni nimaga 3 deb oldik? 6 karra 6 bilan 3 emasda. Eko krossa chalg'ityapti. 6 bilan 9 ni ekoki 18. Holda B 9. Ayo, A9 to'g'ri. A9 A6 emas, A9 bo'ladi. B3 to'g'ri.
A 9 bo'ldi. A 9 bo'lsa, bu 12, 20 bo'ldimi? Sen 8 desam 15. Ha bo'ldi, 15 ga uzr, demak 6, mana bu 3 karra 8. Buni 3 desam, buni ham 6 desam bo'larkan. 6 karra 4mi? Yo'q, 6 bilan 8 ham bo'ldi. 6 bilan 8. U holda B6 A9 S8 yig'indisi 17 8. Xo'p, demak 6 karra 8 emas bu. Xo'p, buni B ni 6 deb olamiz. B ni 6 deb eng katta qiymatini. Xo'p, ya'ni u holda A'miz nimaga teng bo'lib qoladi? A'miz 9 ga teng bo'ladi. S'miz 6 desam, S'miz 8 bo'ladimi? 8 bo'ladi. To'g'ri. Yig'indisi 23 bo'ladi. 23 to'g'ri javob. Demak, B varianti ekan. Rosa chalg'ituvchi test bo'ldi o'zi ham. Chunki sonlar juda bir-biriga yaqin. Xo'p, 22. Bu ham xuddi birinchi test kabi ekan. 3x plus 1lar bir xil bu yerda. Mana bular o'zaro tub bo'lyapti yana. Chunki bitta umumiy ko'paytuvchiga kelmayapti, qisqarmayapti. Bularni kasr qilsak, u holda bu 1 bo'lsa, mana bu joyi ham 1. Buning kubi ham 1. To'g'ri javob A bunday. Xo'p, 23. Demak, A va B ketma-ket keluvchi ikkita musbat son e kub AB taqsim e kub AB teng 240 bo'lsa, A plus B nechaga teng deyapti. Xo'p, e kub ketma-ket son bo'lsa, A ko'paytirish B taqsim 1 teng 140. A ko'paytirish B teng 140. Xo'p, A plus B so'rayapti, bir-biriga yaqin. Demak, 240 ni biz 24 karra 10 deb yozib olishimiz mumkin. 24 ni 2 karra 12 deb. Mana buni 10 deb yozsak, xo'p, u holda 2 karra 2 ko'paytirish, demak 12 ni yozsam 2 karra 6 bo'ladi. 6 ham 2 karra 3. 10 ni 2 karra 5 desam. Xo'p, 240 bo'lishi uchun qanday olsam bo'ladi buni? Demak, 2lar endi 4 ta, 2 dan olaman. 2 ta u yoqqa, 2 ta bu yoqqa. 3 bilan 5 qoldi. Mana buni 3, mana buni 5 deymanmi shunda? Xo'p, 4 ta 2, 3 va 5 bor. Ketma-ket keluvchi ikkita musbat butun son bo'lsa, xo'p, demak, AB 240 bo'lyapti. Xo'p. Mana bu joyda. Demak, bittada ajratib yozaylik. 240 ni bunda tez chiqarkan. 2 ga bo'lsam 120, 2 ga bo'lsam 60, 2 ga bo'lsam 30, yana 2 ga bo'laman 15, 3 ga bo'laman 5, 5 ga bo'laman 1. 240. Xo'p. 4 talasini ko'paytsam ikkilarni 16 bo'ladi. Mana bu 15. Mana ketma-ket keldi bular. U holda A plus B'miz 16 plus 15 bo'ldi. 31. Ya'ni eng oson sodda usul bu tub ko'paytuvchilarga ajratish bo'lib qolyapti baribir. Xo'p, 24. X, Y o'zaro tub natural sonlar uchun e kub x, y va e kub x, y yig'indisi 73 bo'lsa, x plus y yig'indining eng katta qiymatini toping deyapti. O'zaro tub bo'lsa, e kubi 1 ga, e kubi o'zaro ko'paytmasiga teng bo'ladi. Demak, xo'p, 1 plus x, y teng 73, x, y teng 72. X plus y eng katta qiymati bo'lsa, x ni 1 deb, y ni 72 deb olsak, xo'p, x plus y'imiz 1 plus 72 bo'ladi. Bu 73 ga teng. To'g'ri javob 73. Demak, kaltlarda mana bu yer 53 emas, 73 bo'lishi kerak ekan. To'g'ri javob D. To'g'ri javob D. Xo'p, 25. X, Y, Z ikki xonali natural sonlar uchun, demak, ikki xonali natural sonlar x, y e kubi 7 ga teng. X, y ni y, z ni e kubi esa y, z ni e kubi 8 ga teng deyapti. Xo'p, u holda men topishim kerak nimani? X plus
y plus z yig'indining eng kichik qiymati. Bundan y'lar bir xil. Mana bu 7, mana bu 8 bo'lyapti. Y ni 1 deb olsam bo'ladimi? 1 deb olsam bo'lmaydi, chunki x, y ikki xonali natural sonlar deyapti. Demak, y nima deyman? Ikkalasini ekukini olaman mana buni. Xo'p, demak 56 bo'ladimi? 56 y ketma-ket kelgani uchun ko'paytirib qo'yamiz. Bu holda x nimaga teng bo'ladi? X ni men 7 deb olsam bo'ladi. Z ni esa 8 deb olsam bo'ladimi? Bo'ladi, lekin bu holatda ham 7 desam ham bo'lmaydi. Chunki ikki xonali son deyapti. 14 desam 2 ga bo'linib qoladi. 2 si 7 dan boshqa 21 desam bo'ladi. Bu 3 ga bo'linmaydi chunki. Z nichi? Z ni demak 8 karra 3 desam ham bo'lmaydi. 8 chiqish uchun 56 bilan 8 chiqish uchun Z ni nima deb olaman? Z ni xo'p, demak 56. Xo'p, y teng 56 bo'ldi. 56 bilan z ni kubi 8 chiqishi kerak. Z ikki xonali son bo'lishi kerak. Demak, 16 bor. Bular hammasi demak 8 ga iboratda 2 ni kubi bor. 2 ni kubini yana 2 ga ko'paytiryapmiz. 2 ga ko'paytiryapmiz. 16 bo'lsa 2 ni to'ri. 2 ni to'rini olib ketamizda 56 16. Bu holda kattasi chiqib ketadi. 56 16 ga bo'linadi. 24 desak bo'linmaydi. 3 bo'ladi. 56 3 ga bo'linmaydi. Yana 24. Endi qo'shsam bo'ladi. Qo'shsam 7 1 bo'ladi. Bu holatda ham chiqmas ekan. Bundan ham kichikroq yoki kattaroq olish mumkinmi? Demak, 25-testda xo'p. Z ni 16 desak. 16 desak nima bo'ladi? Z ni 16 desam, y ni 56 desam, kubi ikkalasi ham 8 ga bo'linadi. Bo'ldi. Bu 16 ga bo'linmas ekan 56. 56 16 ga bo'linmas ekan. Shuning uchun z ni 16 desam bo'ladi. 16 desam bo'ladi. Qo'shsam endi 3 7 8 9 93. To'g'ri javob esa 26. A va B o'zaro tub musbat sonlar. Kubi 280, ya'ni A karra B 280. Xuddi boyagi kabi, demak bu B. AB plus 40 taqsim B 40. AB ni o'rniga 280 ni qo'ysam 320 taqsim B teng 40 bo'lsa, B imiz 8. A ni topsam 280 ni 8 ga bo'lamanmi? 280 ni 8 ga bo'lsam, demak 35 dan bo'lar ekan. 35 demak to'g'ri. A 35 bo'ldi, B 8, A plus B 43 bo'ldi. 43 bo'lsa to'g'ri javob endi B. 27. A va B musbat butun sonlar. A teng 5 taqsim A taqsim B teng 5 taqsim 6 bo'lsa, kub plus yig'indi ham berilgan bo'lsa, A plus B ni toping deyapti. A ni 5 ga deyman, xuddi boyagi kabi. B ni 6 ga deyman. Bu holda mana bu k ga teng, bu esa xo'p 30 k ga teng bo'ladi. 31 k teng 155 bo'lsa, k teng 5 chiqadi. K 5 bo'lsa, A plus B imiz 11 k edi. 11 kamiz 55 ga teng bo'ladi. K ni o'rniga 5 ni qo'ysak, to'g'ri javob C da. Xo'p, demak, qolgan testlar yuqoridagilarga o'xshar ekan. Demak, bu yoq test. Y bo'ldi bu yer. Bu yer 1 x y 154 ko'paymasi 154 plus 21 taqsim y teng 25. Xo'p, demak 5 175 taqsim y teng 25. Y teng demak 4 mana bu yerda 3 7 bo'lar ekan. Y 7 bo'lsa x ni topsam 21 mi? 22. 22.
x plus y 29 bo'lar ekan shunda. 29 bo'lsa bu C javobda. 29-chi test. Hop, xuddi yuqoridagi kabi bu ham. Buni B deyman. Mana bu A karra bu 174. Milliyda ham rosa ko'p tushdi shu kabi savollar o'zi ham. Milliyda ham tushdi. Attestatsiyada ham tushdi. AB plus 42 taqsim B. 36. Hop. 174 ni qo'ysam, 174 plus 42 taqsim B 36. Qo'shsam 6 1 216 taqsim B teng 36. B teng 6. Bundan hop A ni topsam 174 ni 6 ga bo'lsam demak hop 2 dan beraman 29 bo'lar ekan. Hop A plus B 29 ga 6 ni qo'shsam 35. To'g'ri javob C'da. 30. X, Y o'zaro tub natural sonlar. Hop, tub bo'lsa e kubi 1 ga, mana bunisi x, y ga teng. Yig'indisi 120 bo'lsa, x plus y ning eng katta qiymatini toping deyapti. Hop, 1 plus x, y teng 121. X, y teng 120. X ni 1, y ni 120 deb olsam, x plus y 121 bo'lar ekan. To'g'ri javob D. 31. Demak, A, B ni ekuki 20, B, C ni ekuki 30, A plus B plus C ni so'rayapti. Xo'p, ikkalasida ham B bor. B mana bu, demak, u 20 bilan 30 ni ekuki. 20 bilan 30 ni ekubi, uzr, ekubi. Ekubimi, ekukimi? Ekuki desak, kichkina, ekubi desak katta. Xo'p, ikkalasiga ham bo'linyapti bu, demak. Bo'linsa, xo'p, bo'linsa nima deb olamiz? Bu yerda hop 20 va 30 bo'lyapti. 20 bilan 30 bo'lgan holatda hop ikkalasiga ham bo'linishi kerakda. Holda ekuk bo'ladi. Ekuk bo'lsa 10 bor, 2 bor, 3 bor, 60 bo'ladi. Bu holda katta bo'lib ketar ekan. Hop, 10 desakchi, ekubi qilib turib 10 desak, B ni 10 desak. A ni nima deymiz? A ni 20 chiqish uchun. Hop, 20 chiqishi uchun. Hop, 2 desak 10 chiqib qoladi, 4 desak 20 chiqar ekan. Bu yerda B ni 10 desak pastda, C ni nima deymiz? 30 chiqish uchun 3 desak bo'lar ekan. Holda B 10, A 4, C 3 bo'ldi. Bularning yig'indisi 4 plus 10 plus 3 teng 17. To'g'ri javob C varianti. 32. Xo'p, x plus 3 ni 4 ga deyman. Y plus 4 ni 9 ga deyman. Yig'indisi berilyapti menda 185. Xo'p, e kubi nimaga teng? E kubi a ga teng. Belgilashdan foydalansam, e kubi demak 36 ga teng. 36 ga 37 ga bo'ladi. Qo'shsak 185 k ni topaman. Demak, K5 ga teng. K5 ga teng. U holda x plus y qo'shsam buni 13 k bo'ladi. 13 k bo'lsa 13 karra 5 dan 13 karra 5 imiz. Demak, xo'p, 4k, 9k. Ha, bo'ldi. X va y ni topish kerak. X va y ni yig'indisi. Dastlab x ni topamiz. X plus 3 imiz 4k 20, x 17. Y plus 4 imiz 9k 45, y 41. 1 ga 17 ni qo'shaman. 68 mi? Demak, 58 ekan. X plus y 58. 41 ga 17 ni qo'shsam. To'g'ri javob C'da. Xo'p, 33. X, Y o'zaro tub natural sonlar. Ekuki, ya'ni x va y ni ko'paytmasi 120 ga teng bo'ladi. Xo'p, 24 taqsim
x plus y teng 18. Bu yer x bo'ladi. X ni toping deyapti demak. Xo'p, x, y plus 24 taqsim x teng 18. 120 ni qo'ysam 144 taqsim x teng 18. Va x teng 6. X 6 bo'lsa, A variantda bu. Xo'p, 34 xuddi boya kabi nisbatni to'g'ri topib olaman. Demak, 8x teng 5y. Y ni bu tomonga, x ni bu tomonga o'tkazsam, yo'q. X ni emas 8 ni o'tkazaman bu tomonga. Y ni o'tkazdim, 8 ni o'tkazsam, x taqsim y teng 5 taqsim 8. Bu holda x imiz 5k, y imiz 8k. Xo'p, ekoki x, y ekoki demak 40k teng 200 ekan. K teng 5. K 5 bo'lsa, e kubi ham k ga teng bo'lib qoladi, ya'ni 5 ga. To'g'ri javob B. Xo'p, e kub bilan k teng bo'ladi, chunki mana bu ikkalasini e kubi k ga tengda. Xo'p, 35. X, Y o'zaro tub sonlar uchun mana bu tenglik bo'lsa, e kubni toping deyapti. X, Y ni qavsni ochamiz, xuddi boya kabi. 2x plus 90 bo'ladi. Bu yerda ham 2x lar qisqarib ketsa, nima qoladi? X, Y teng 90 bo'ladi. O'zaro tub sonlar bo'lgani uchun ekuqi ham x kari y bo'ladi, ya'ni 90 bo'ladi. To'g'ri javob bizda D varianti ekan. Xo'p, demak, shuning bilan ekuk mavzusidagi 35 talik eng sara savollar testini yakunlab oldik. Yechimlarni demak, bu savollar attestatsiyada shu tipdagi savollar tushyapti. Bundan keyin ham tushadi. Ekukga doir, chunki spetsifikatsiyada bor. Xo'p, demak, video darslarimiz manfaatli bo'lsa, uni boshqa ustozlarga ham ulashing, chunki bu kabi sara testlarni tanlashga, umuman ishlashga ancha vaqt va mehnat talab qilinyapti, to'g'risi. Chunki bir qancha turk kitoblar tiklab chiqildi, ichidan olinyapti. Bu ko'proq odamlarga yetib borishi kerak deb o'ylayman. Ya'ni qancha ko'p odamga yetib borsa, manfaatli narsa. Shuncha ko'p hammamizga, ya'ni o'rgansak ham hammamizga foyda bo'ladi. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Mavzularni ham davom etamiz. To'g'risi, anchadan beri video dars yozmagan edim. Xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Darslarni yozish davomida yana, demak, xatolar, kamchiliklarni tuzatib borishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Qo'llab-quvvatlab kuzatib, misollarni ishlab yurganingiz uchun alohida rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.